begunoh qonlarni o'z bag'rida daryo kabi oqtirgan o islomiy tuproq sizlarni va bizlarni chaqiryotdi. Tayyormisizlar? Tayyormisizlar? İzzetlere ayağa tıklanılan Meta Nasrullah Allah'ın yardımcısı kaçan geledi de üstünsüz destek oluktan o mazlum ve mazluma hatanelerimiz, hadi sınırlarımız, hadi hinilerimiz sizlerini ve bizlerini çağırıyordu. Tayyar mısınlar? Tayyar mısınlar? Tayyar mısınlar? Allah hemmimizni bu hadimizga amal qilg'ili, bu arzimas kunimiz bilan shehidlik maqomiga erishishga nasib qilsin. Amin. Hammanglarga rahmat. Kim nama bu? Canlı yayın mı ya? Ben çıkmadım tutma. Növbette Şarkı Türkistanlıklar Federasyası Reisi hürmetli Ustaz Mahmud Damallamni etkili sözü için sahneye taklif qilamiz. Alqışlar içinde yine merhamet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Çaqırtımızda avaz qo'shib, ikki qitimliq qurilgan Cumhuriyet devletlerimizni xotirlash munosabati bilan o'rinlashtirilgan faoliyatimizga kelgan barliq azizlar, hammalardan Allah razı olsun. İnşallah kısa vaqt içinde bu devletimizni özümüz tug'ilib cho'ng bo'lgan özümüzün asli vatanimiz Sharqiy Turkistonda mushu tantanalarni o'tkazishga Rabbimiz nasib qilg'ay. Vatanimizni ishg'ol qilib olgan Xitoy zolimlari, Xitoy hukmdorlari deydi-ki, Uyg'urlar özünün vatanlariga, devletiga mangu erişenmeydi deydi. Undaq emas. Ularning bu safsataları dünya kanuniyetiga zid. Dünya yaratılgandan başlap nurg'unlagan zalim hükümdarlar keldi, vayron bo'ldi, yo'qoldi. Shuningdek, Xitoy zolimlarimi vayron bo'ldi, yo'qoldi, tugaydi. Biz bununla işinimiz. Biz Müslüman bo'lganligimiz uchun Qur'oni Karimda ko'rsatilgan, so'zlangan voqealiklardan birisi Fir'avnlar voqeasi. Fir'avnlar to'g'risida Qur'oni Karimda shunday tushuntirdi. Fir'avnlar insonlarni qul qilgan edi. Nahaq o'ldirgan edi. Zulm qilgan edi. Och qo'ygan edi. Şu zalim Firavunlarmu yer şaridan yo'qoldi.
ularning asli vasli tugidi. Shuningga o'xshash bizga zulm qilayotgan, bizlarni nohaq o'ltirayotgan, bizlarga tasvirlab tugatsiz zulmlarni silayotgan zolim, tajovuzchi Xitoy hukmdorlarini yer sharidan to'liq yo'qoladiganligiga biz ishonamiz. Dunyoda hech bir zolim mangu davomlashgan emas. Bazı qarindoshlarimizningki deyishcha, mushundaq muhim bir kunda Sharqiy Turkiston ikki ketimlik qurilgan Cumhuriyet davlatlarimizni tabriklash tantanasini ba'zi tashkilotlar bilan birga kelib, birlikda o'tkazgan bo'lsalar, nima degan yaxshi bo'ladi degan taklif fikrlarni berdi. Albatta shunday. Aslida biz bir musafir, muhacir, bir millet bo'lishimiz bilan maslahatlashib, birga kelib, birlikda bu davlat tabriklash, xotirlash tantanamizni o'tkazgan bo'lsak, haqiqatan yaxshi bo'ladi. Afsuski undaq bo'lmadi. Sharq Turkistonliklar Federatsiyasi qurilishidan boshlab hamkorlashish uchun, birlashish uchun davomli tirishib keldi. Buni balki bir qism qarindoshlar yaxshi tushunadi deb qaraymiz. Sharqiy Turkistonliklar Federatsiyasiningki qisqacha tashkiliy qurilmasi tövende bir az to'xtalib o'tamiz. Dunyoda qanday bir tashkilot en yaxshi sifatda bir ish qilishni maslahat qilib, planlab qurilmoqchi bo'ladi ekan, avval o tashkilot o'ziga bir xarita chizadi. Biz federatsiyaning tashkiliy qurilmasini yaxshi, eng obdan deb ketolmaymiz. Shundaqdan u Sharq Turkistonliklar Federatsiyasining asosiy maqsadi her bir shahar, vilayet, nahiye, jutlardan kelgan qarindoshlar jamoat bo'lib o'tishni tashabbus qilamiz. Jamoat bo'lish, bir-birimizga ega bo'lish, bir-birimizdan xabar turish, bir-birimizga davomli hamroh bo'lish orqali texmo yaxshi o'tish bugungi kunimizning talabi ham dinimizning talabi. Her bir jut, her bir şehirden kelgan qarindoshlar o'zaro bir-biri bilan zich uyushib, jamoat bo'lib, jamoatlik holda tashkillanib, o'zlariga bir vakil saylab, bu vakilni Sharqiy Turkistonliklar Federatsiyasiga qatnashtirsa, her bir jutdan, her bir viloyat, nahiye, shaharlardan yig'ilgan vakillar bir yerga kelish orqali 2 yilda bir qatam o'zlariga bir bosh saylab chiqsa, bu saylangan bosh va jamoatining vakili bo'lish sifati bilan bu yerga yig'ilgan kishilar bu yerga yig'ilish orqali bugungi kundagi beshimizdagi musibatlarni, g'am qayg'ularni tahlil qilsa ve bundan keyin qanday qadam elish, qanday menish to'g'risida birlikda istishora qilsa, birlikda harakat qilsa, nihoyat yaxshi bo'ladi deb qaraymiz. Shuningdek bir qism tashkilotlar, ya'ni nizom nomida saylash, saylanish yozilgan ve o'zini shunday amaliy harakat bilan saylanish olib boradigan mushundaq bir tashkilotlar bo'lsa, o tashkilotlarni federatsiyaga o'zining temsilchilarini qatnashtirsa, mushu shaklda bo'lsa nihoyat yaxshi bo'ladi deb qaraymiz. Hurmatli qarindoshlar, chet eldagi bizningki qila oladigan aslida nurg'unlagan ishlarimiz bor, hali ham bor. Ammo buni biz qo'limizga qurol ilibla shu vatanni bir mustaqil qilsak bo'ladi degan orzu armon bizni qiziqtirib turayotgan bo'lsa-mu, shu qo'limizga qurol ilib vatanimizni mustaqil qiladigan shu yerga bag'ishlik
biz meyli ilmi seviye cihette, meyli iman itiqat cihette, samimiyet cihette o'zaro bir-birimiz bilan hamkorlashib, moslashib, mo'rini tirab turishimiz kerak. Aqlda, fikrda, planda, harakatda birlik bu nayta muhim qarindoshlar. Sharq Turkistonliklar Federatsiyasining asosli qarindoshlarımizga tavsiya qildig'ini mana shu aqlimizni birlashtiraylik, fikrimizni birlashtiraylik, planimizni birlashtiraylik, undan keyin birlikda harakat qiladigan bir holat shakllantiraylik. Bu biz uchun muhim qarindoshlar. Meyli iqtisodiy masalalarda olsun, bir teşkilat bo'lgan ekan, bunun hamma narsasi ochiq bo'lishi kerak. Biz liderlik da'vosi qilmaylik qarindoshlar. Biz liderni qachon chiqaramiz? Vatanimiz mustaqil bo'lganda, davlatimiz qurilganda, shu vaqtida lider ondan chiqadi. Bu yerda biz liderlik, cho'nglik, bilarmanlik talashmasdan, samimiyet bilan, sodiqlik bilan Allohning dinini asos qilgan holda bugungi davlatlardagi qisman biz foydalanishga tegishli siyosatlardan foydalangan holda mustahkam qadam bilan davomli o'zimizni puxtalab turishimiz kerak. Bizning niyatimizda, bizning ideyalimizda Rabbimiz Jalla va Aladan ey Alloh, bizga bir davlat lozim. Şu zaminimizni biz g'ofilligimiz bilan, qisman xatoliklarimiz bilan dushmanimizni taniyolmasdan do'stlarcha qarab qilish sababi bilan ta'qib qo'yapmiz. Biz tövbe qildik. Bundan keyin shu davlatimizni qaytarib, bizga shu zaminimizni qaytarib bersa, o'zimizning huquqimizda bir davlat qurili deydigan ideyadagi, tushunchadagi, fikrdagi qarindoshlarning soni ko'payishi kerak. Şu münasebet bilen dini ustozlar, ulamalarga tövençilik bilen bir teklifimiz. Dini ustozlar, ulamalar biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahlak, ibadet, muamele, katarlık talimatlarını devamlı uygulatımız, tebliğ kılvatımız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin devletli qanday qurganligi to'g'risidagi ta'limotini qachon tabliq qilamiz? Bu haqda qachon to'xtalamiz? Buni qachon deymiz? Qachon o'rgatamiz? Bishimizga mushunchalar musibatlar kelsa-mu, yana Rasulullohning davlatni qanday qurganligi, qaysi shaklda musulmonlarni yetaklaganligi, zolimga qanday qarshi turganligidan iborat bu fikir, bu ma'lumot kallamızga kelmasa bu qanday bo'ladi qarindoshlar. Shuningdek, bizning millatimizda alhamdulillah nurg'unlagan ziyoli, professor, doktor, doçent ve şu qatorli qarindoshlarimiz bor. Bularning hammasi nihoyatda muhim shaxsiyatlar. Chunki bashariy ilmlar orqali dunyo boshqariladi, dunyo idora qilinadi. Endi bu sohadagi Muşu ziyali qarindoshlarımızın kalemleri milletimizge devletçilik ideyasını sığdırış için kaçan tevreydi. Bunu ziyali qarindoshlarımızga koyulgan bir sual. Biz ziyali buluşumuz bilen devamlı medeniyetimiz, kültürümüz, ana tilimiz, çatal ağrı degandek narsalarning gapini qilishimiz bugungi kundagi ehtiyojmi yoki bugungi birinchi darajali xizmatimiz mushumi va shuning bilan bizning ziyolilik xizmatimiz ado bo'lgan bo'lamdi. Bu ziyoli qarindoshlarimizga nisbatan bir savol. Albatta, ana til, kültür, madaniyat va boshqa masalalar davomli deyilib turish kerak. Ammo ma millatning kallasida devletçilik ideyasi, devletçilik fikri bo'lish kerak. Ma millat shuni bilish kerak. Allah hammalardan rozi bo'lsin qarindoshlar. Nishak kelgan barliq qarindoshlarga
Şərq Türkistanlıqlar Federatsiyası buluş namımız bilen çın tonumuzdan rahmetimizni bildirimiz. Şundaqlar. Muşu bugünkü faaliyetimizin ziyafeti üçün alayida küçük alğan 50 etrafında hanım kızlarımız var. Bulağını köpçülükün aldıda alayida rahmetimizni bildirimiz. Kılgan her bir işinlağa Cenab-ı Allah'tan ecir alısıyla Allah kalbinlerge, kömünlerge huzur, iman, etkatını devamlılık ata kılıp tutsun inşallah. Muşu sorunun tüzülüşü ve muşu haletki kilişi çıkargan, hareket kılgan, işlegen, capa tatkan varlık kerimdaşlarımızdan Allah razı olsun. Köpçülük rahmet. Allah razı olsun da